Assalomu alaykum saboqdoshlar. Hozir biz 7-darsning muzokarasini boshlaymiz. Biz bugungi darsimizda ism ishoratninki ayollik, yiroq, birlik shaklini ko'rsatish olmishi bo'lgan tilni o'rgandik. Biz birinchi darsimizda erlik, yaqin, birlik uchun ishlatiladigan ko'rsatish olmishini o'rgangan. Ya'ni hadani o'rgangan. Uningdan keyin zalikani o'rgandik. Ya'ni yiroq, erlik va birlik shakldagi ko'rsatish olmishi bo'lgan zalikani o'rgandik. Uningdan keyin hadihini o'rgandik. Endi biz bugungi darsimizda tilkini o'rgandik. Shunday qilib biz erlik, yaqin, yiroq, ayollik, yaqin, yiroqninki birlik shakllarini o'rgandik. Bugungi darsimizda undan boshqa cho'ng asosiy mazmun yo'q. Shunga bugungi darsimizda agar tushunmagan mazmunlar bo'lsa, so'sanglar buningga javob beramiz. Endi bugungi darsimizda ko'pincha o'quvchilar mendan bir savolni so'radi. O qaysi deganda bugungi darsimizdagi ayna qidrul lahmi degan gapni so'radi. Men bu gapni faqat mushu durusul lug'atninki mushu darsida uchiribman. Durusul lug'atninki mushu darsida qidrul lahmi degan gapni uchiribman. Ondan boshqa kitoblarda buni asosan men uchirib boqmadim. Ham men arab davlatida Saudiya Arabistonida necha yil yashab, bir arabning og'zidan ya bu qidrul lahmi degan gapni anglab boqmadim. Endi buningdan qilingan maqsad, bu kitobdagi qilingan maqsad go'sht maqsad qilingan, ya'ni qozonga soladigan go'sht maqsad qilgan. Shunga buni go'sht deb olsanglar muvofiq. Ya'ni bu asli ayna qidrul lahmi degan so'zmi-so'z udul shaklda tarjima qilsak, go'shtning qozoni qayerda degan gap. U to'ng'atquda degan javob qaraydigan bo'lsak, qozon deganni bir nega sanmaydi, to'ng'atquga sanmaydi. Shunga buni go'sht deb tushunsanlar bo'ladi. Undan boshqa bugungi darsimizda alohida yangi mazmun so'zlanmaydi. Agar so'raydigan savolinglar bo'lib qolsa, boshqa so'raydigan savolinglar bo'lib qolsa, so'rasanglar, darsxonamizga tashlasanglar, javob beraman. Agar undaq bo'lmagan ahvol ostida bugungi darsimizda cho'ng mazmun yo'q. Shunga bak uzoq to'xtalmaymiz. Qani saboqdoshlar, bugungi darsdan tushunmagan mazmunlar bormi? Ism ishorat haqida so'raydigan savolinglar bo'lsa, so'rasanglar bo'ladi. Yani bugungi darsimizning birinchi mashqi iqro va kutub. Buni sizlar bugun men nurg'un o'quvchilar topshiriqlar avatdi, ularga tekshirib bo'ldim. Birinchi iqro va kutubini tarjima qilasizlar. Ikkinchisi tuvandagi so'zlarga zalika tilkininki, ya'ni yiroq uchun ko'rsatilgan zalika tilkininki munosib bo'lganini qo'yisizlar. Ya'ni ummun degan qaysi munosib, ayollik bo'lgan ekan buningga tilki munosib, abunguchu zalika munosib mushubin ishlaysa, nurg'un bolalar bugungi darsda intayin o'lchamli shaklda ishlagan. Asosan ko'pincha bola bugungi darsda o'lchamli shaklda ishlatdi. Boshqa tushunmagan mazmunlar bo'lsa, darsxonamizga tashlasanglar yoki bir saboqdoshimiz bunday bir savol tashladi. Ayollikning ta'sir etilgan ismlarning qandig'ini qo'sh pash, qandig'ini taqpash o'qiymiz debdi. Biz bu kitobimizdan boshlab qo'sh o'qig'ili bo'lmaydigan, ya'ni taq o'qiydigan ismlarni so'zlab mangamiz. Shunda so'zlab mangdik. Uning birinchisi qaysi deganda ayollarning ismlari, ayollik ismi mesela diqqat. Ayollarning ismlari Fatima, Zeynep deganga o'xshagan, mayli uning keyinda tab bo'lsin yoki bo'lmasin, barliq ayollarning ismi arab tilida qo'shib qo'yilmaydi. Bu qoida. Ismlar tutib olinglar. Barliq ayollarning ismi nima o'qimaydi? Tanvin o'qilmaydi. Fatimatun, Zeynabun deb o'qishganda xato. Fatimatu, Zeynabu deb taq o'qiymiz. Nima uchun da o'qiymiz? Chunki bu ismninki
Uşunda qo'shib olmaydigan bir xususiyati var. Undan başqa yana xususiyati var. Biz buni keyingi darsimizda so'zlaymiz. Sizlar hozir kalon tutib olganlar ayollarning ismlarini nima qilmaydi? Qo'shib qilmaydi. Ammo oxirida ayollikning ta'siri bo'lgan narsa keraklarning ismlari uchun bu qo'shib qilaveradi. Masalan, saatun, saatun deganga o'xshagan. Bu yerdagi qo'shib qilish nimaga bog'liq? Faqat ayollarning ismlari. Ayollarning ismlari. Ayollarning ismlari qo'shib qilmaydi. Yana boshqa savollar bormi? Agar boshqa savollar bo'lmasa, yani şimdi bugungi grammatika nəhayət asan, yani hadihininki yiroqqa ishlatilgan shakli. Hadihi ayollik, birlik, yaqinni ko'rsatish olmishi, tilka ayollik, birlik, yiroqni ko'rsatish olmishi deb tushunib olsanglar bo'ladi. Bugungi darsda boshqa alohida grammatikalik mazmun yo'q. Agar boshqa savollar bo'lmasa, men muzokaradan tushunaman, men biroz saqlayman. Savollar bo'lib qolsa, ayrim xat yozib so'rasanglar bo'ladi. Boshqa savollar bormi qarindoshlar? Qaraganda bugungi darsda bak alohida mazmun bo'lmag'achqa, bolalarning tushunmagan yerlar asosan yo'qkin, endi agar bo'lib qolsa, to'p so'rasanglar to'p javob beraman. Hozir qolganda o'quvchilar boshqa bir savol so'radi, uni boshqa savol so'rmadi. Unda o'rtoqlar, bugungi darsimizning muzokarasi mush yerda oyoqlashdi. Ertalik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.